Lasxon keling ukam. Mana shu yigit yangi Qo'rg'onda farzandi. Lazizxon Vaynis degan yigit. Bu yigit meni konsertimga juda ham bir mehnat katta. O'zimni ukam deb bo'lib qoldi desam ham bo'laveradi. Yaxshi yigit. Aka dedi, o'sha tanishganimizda aytgan, konsert qo'ysangiz, konsertingizda bitta qo'shiq so'rayman, ko'p narsa so'ramayman sizdan degan. Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar degan qo'shiqni aytib berasiz degan. Ukam, bizda gap bitta bo'ladi. Gap bitta bo'ladi. Yigit kishini moli yerda deydi, ha? Iloyim nima deydi? Xudoyim puli usti ko'p qo'yarsin. O'sha sizga qaramagan qizlar ana shu yigitga tekkanimda bo'lar ekan deb borsin-da. Ha, akam. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. O'sha qo'shiqni siz uchun mana shu 4 qator aytib beraman, ha? Bo'ladi? Ilma yurib nazaringizga, ilma yurib nazaringizga, ismimni qo'yibsiz farzandingizga. Omadim kelganda yoqibman sizga, omadim kelganda yoqibman sizga. Qalaysiz, qalaysiz, Lazizxon Vaynis sevsa sevmagan qizlar. Endi qolganini aytib beramanki, davom ettiramiz, ha? Shu qo'shiqlar bilan keyingisini. Bilaklari oppoq, yengi yopilmas, o'zlaricha osmon dengi topilmas. Video olsam bugun og'zi yopilmas. Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar, insonchilar yuborsam tegmagan qizlar. Dadasi uzatdi oshnalarga, kulishdi merkabi tashnalarga, she'rlar yozar edik poshnalarga. Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar, yuborsam tegmagan qizlar. Ko'ryapsizlarmi? Dard ko'ryapsizlarmi? Ukam umringiz uzoq bo'lsin. Sizni bitta narsani aytib o'tay. To'yim bo'lgan kuni, uylangan kunim shu narsani yetkazaman deb ekildan beri niyat keldim o'zingizga. Xudo mana shu o'ylagan narsalarimga yetkazganiga shukr. bugun to'yingiz bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, endi o'zingizni hayolingizda. Endi eshitib turinglar. Endi metroga kelvang. Instagramda bizni ko'rganlar bor. Kuyovlar davraga olib chiqamiz, qiziq joylarini aytamiz. Ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Lazizxon, bugun siz to'yingiz bo'lyapti. Tasavvur qiling, ha, bugun, ha? O'sha to'yingiz bo'lib turgani munosabati bilan sizga men 4 qator qo'shiq aytib beraman yana. Ha? Alay, azart ko'ringlar. Xotin dedingiz, mana xotini keldi-ku. Endi kirlar yuvmaysiz, sizga davr keldi-ku. Aytavering qolganini. Choyxonaga do'stlar bilan borardingiz-ku bemalol, darvozadan o'tolmaysiz. Endi Lazizxon ehtimol. Choyxonaga borar paytingiz paxtalarni qo'yasiz. Uzr xotin aka, shu oxiri deb va'dalar berasiz. Choyxonaga borar paytingiz paxtalarni qo'yasiz. Jon xotinjon, shu oxiri deb va'dalar berasiz degan ekan-a. Ay, orzungizga yetishdingizmi? Ha? Ukam, Xudo xolasa to'yingizda shu qo'shiq davomini aytib beraman. Endi pastga tushib olaverasiz. Xohlasangiz o'ynaverasiz bemalol. Ixtiyor aka, etimdan chiqib qoldingiz. Ha, bo'pti, keyin aytib beraverasiz. Endi